Assalomu alaykum. Navbatdagi Abdulmalik Qur'onimiz qo'limizga yetib keldi. Ko'rishlaringiz mumkin holatini. Bu taxminan 150 yillik Qur'on hisoblanadi. Chekkalari mana tilla suvlari yugurtirilgan ekan. Juda go'zal mushaf. Juda tiniq yozilgan. Xo'p, shunaqangi holatga yetib keldi kitobimiz. Xudo xolasa buni chiroyli qilib ta'mirlab egalariga yetkazib beramiz. Yana kelgusi avlod bemalol ishlatadigan bo'lib, kelgusi avlodgacha o'sha aytganimizdek nevara, chevara, evaralargacha yetadigan qilib inshaalloh yetkazib beramiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Kitobda mana holatlarni ko'rib turibsizlar. Bu kitobimizni tayyor bo'lganini o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.